Assalomu alaykum oyi. Valaykum assalom. Kelib qoldingmi? Oyi, bugun mana parkka boring. Xo'p, bolam, boramiz. Hozir boshlig'imizdan olib olaylik, xo'p? Ha. Assalomu alaykum. Xo'jayin, bugun oylik beraman degandingiz. Ha, necha haftalik edi? 2 haftalik. 2 hafta. Mana Lekin bu kam-ku, biz bunga kelishmagandik. 2 million beraman degandingiz. o'rtamizda qanaqadir qog'oz bormi? Yo'q, lekin Bo'ldi bo'lsa, shuni olib qo'ying. Amaki, qonunda yozilgan. Hech kim adolatsiz ishlamasligi kerak. Mehnat kodeksini 16-moddasida yozilgan. Kelishuv og'zaki bo'lsa ham amal qilish shart. Siz hujjat so'ramasangiz ham bergan va'dangizni bajarishingiz kerak. Va sen hali qonunni bilasan. Amaki, bu gaplarni endi boshqa joyda gaplashamiz. Yuring. yetib yo'qmi? Yo'q, to'xta. Bo'lgan pulinglar o'g'lingizni ishxonamga advokat qilib olsam bo'ladimi? Amaki, siz bilasizmi? Mehnat kodeksining 77-moddasida yozilgan. 16 yoshga hali to'lmagan bolalarni ishlatib bo'lmaydi. Siz esa menga ish taklif qilyapsiz. Bu ishlaringiz bilan qonunni buzgan bo'lasiz. Ha, avval ishchilarni to'liq oyligini bering, keyin o'ylab ko'ramiz.